kurs emas. Men hammaga asl narxi $100 konsultatsiyani ichida shaxsiy pul kodini qilyapman. Shaxsiy kod, pul kodi, har taraf bilan diagnostika, konsultatsiya, har taraf bilan savollaringizga yechim va albatta o'sha sir asrorlarni o'zimni sekretlarimni beraman. Atigi 199 ming so'mga olinglar qizlar. Rosa olib уже odamlar o'zgaryapti. Kartangizni tashlab qo'ysangiz, Qanaqadir o'shanga daraja anglashlar olishyaptilar. kartangizni tashlab qo'ysangiz, o'shanga ham to'lov qilmoqchiman, gaplashmoqchiman, ochiq-oydin endi o'zingiz bilan. O'sha o'zim gaplashaman. Yolg'iz Shunaqa bo'lishda qilaman, videoni ochib qilaman. Qizlar, videoni ochib, savolingiz bo'lsa bering, gaplashinglar deb videoni ochib bemalol. Chunki har doim ham misol uchun ham konsultatsiya ichida oddiy savol javob qilmayman, deyman. Men misol uchun klinik seans qilaman, regressiv seans qilaman, chuqur sessiya raskopka qilaman, chuqurroq ishlayman, ongli osti ishlovchi mutaxassisman. O'shani tochkasiga, ildiziga borish kerak. O'shanda yechim topasiz. Shunchaki savol javob qil, ana uni qil, mana buni qil, bir hafta qil, bo'lmaydi unaqasi, unaqa zaman o'tib ketdi. Bir deb gazni bosasiz, qilasiz, shu konsultatsiya ichida yechim ham, anglashlar ham bo'ldi, hayot o'zgaradi inshaalloh. Bu yerda mag'oz shaxsiy kodingizni, pul kodingizni uni aktivlashtirishni sir asrorlari bilan beryapman-da. Siz bilan savol javob shunda videoni ochib qilamiz. Menimcha bundan ortig'i hech kim bermasa kerak-ku. o'shanga ertaga to'lov qilaman, o'shanga qatnashmoqchiman. Bemalol individual qilaman, foydalanib qolinglar haqiqatda imkoniyatdan. Chunki men bor qo'limdan kelganini qilaman qizlar. Endi bu yog'iga dangasalik qilsangiz, yo'q desangiz, yo'q bo'lib ketaveradi уже. Keyin meni ham vaqtim bo'lmaydi. Rahmat, yashang. Xayrli, barakali, manfaatli bo'lsin. Xursandman. Xo'p, maqsadga o'tamiz. Mavzuyimiz ham maqsad edi. Ya'ni, hali aytganimizdek, ko'pchilik nimaga maqsadga yetolmaydi? Chunki o'sha maqsadini aqli bilan emas, kerak bo'lsa qo'rquv bilan, vahimalar bilan yoki birovni istaklari bilan, xohishlari bilan qo'yadi. O'shuning uchun to'g'ri maqsad qo'yish shart. O'zi umuman bizga hali aytgandek, maqsad nima kerak, nima bu maqsad nima his qilamiz bunda? Misol uchun ko'p pullar, eslab qolinglar, ko'p pul. Misol uchun erkinlik, xotirjamlik, oilamiz uchun farovonlik. Lekin qaranglar-da, nima his qilasiz ko'p pul deganda? Qizlar, mana, давайте shu to'g'rida ishlab ketaylik. Ko'p pul sizningcha nima? Xohlasanglar chat gruppaga yozinglar. Ko'p pul sizningcha nima? Sekin-sekin ochib, yoritib, xohlasa maqsadga erishasizlar. Yozinglar, sizningcha ko'p pul nima? Ya'ni to'g'ri maqsad qo'yishda, unga osonlik bilan erishishda har bitta savol bekorga berilmaydi, hayotingizga bejizga kirib kelmaydi, demak yechimi ham bor. Главное ichingizda uni shunchaki anglashlar olib, tez-tez tushunib, hayotingizga kirgizib olasiz. Demak, o'sha aytganimdek, erkinlik beradi ko'p pul bizga, qalb xotirjamligimiz ko'p pulingiz bo'lsa, maza qilib magazinga ham kirib chiqaverasiz, xohlagan joyingizga borib chiqasiz, kim kechingiz, kimdir nimadir chaqirsa, u behijolat olasiz, ishlatasiz. Xullas, oilangiz uchun siz haqiqatan farovon sochilik, to'kinlik bo'ladi. Albatta, millionerlar pul uchun emas, har doim aytganimdek, mana shu hissiyotlar bilan, his bilan, o'zini intuitsiyasi bilan kerak bo'lsa harakat qil. Har doim aytaman, his birinchi o'rinda. O'sha aytgandek, maqsadimiz o'sha ichkaridan bizniki bo'lishi kerak. Biz xohlashimiz kerak. Birovlar ko'rsin, boshqalar ko'rsin uchun emas. Mani ichki holatim o'zgarsin. Mani ichki kuchim, quvvatim, qudratim oshsin. Orzu xohishlarimga erishiy. Hammani orzu xohishi bor o'zi. O'shuning uchun agar maqsad o'sha boshqalar uchun bo'lsa, qizlar, energiyangiz tugab qoladi. Kuchingiz, quvvatingiz, qudratingiz, sizga kelayotgan ideya, g'oyalar shunchaki ispareniya yo'q bo'ladi, maqsadingizga erisha olmaysiz. O'shuning uchun maqsad aniq bo'lishi kerak. Misol uchun, men boy bo'laman. Qanaqa? Xo'p, mana yozinglar gruppaga, men boy bo'laman. Qancha siz misol uchun daromad, pul topsangiz yoki qattiqdir nimalardir kelsa, pul bekor kelmaydi. Misol uchun, chotki oshxonada kuxonniy nabor qilmoqchisiz yoki nimalardir olmoqchisiz, texnika bitovoy yoki misol uchun o'sha sayohatga chiqmoqchisiz yoki qanaqadir til asbob yoki brilliant olmoqchisiz, misol uchun aytaman, yoki qanaqadir texnika yoki uy joyi remont qildirmoqchimisiz, nima bo'lishidan qat'iy nazar boy bo'laman deb yozing. Mana shu 2026-yil oxirigacha qancha sof foyda, toza daromad topmoqchisiz?
Yozinglar, давайте. Aniqlik bo'lsa, qizlar, energiya yo'nalishi aniq bo'ladi. Sizga har holda o'sha aytganimdek 100 million bo'lmasa, ну хотя бы 10 million stabilniy kelib turadi qizlar. Allohga oson-ku. Biz harakat qilamiz, mana bu yerda aktiv bo'lamiz. Albatta o'sha pul, o'sha siz xohlagan summa, daromad, moliyaviy erkinlik missiyangiz bilan kirib keladi. Nima qilibdi? Ozgina harakat qilasiz, yozasiz, gruppada aktiv bo'lasiz, albatta hayotingizga kirib keladi. Xo'p, assalomu alaykum Muqaddasxon. Opajonim, doim sog' salomat bo'ling. Qanday maqsad qo'ysak amalga oshadi? Nega yozmayapsizlar qizlar? To'g'ri maqsad debdilar. Nega yozmayapsizlar? Nima daromad kerak emasmi qizlar? Sizga katta pul 2026-yilda pullar kerak emasmi? Lolaxon hozir asalim shu haqida sekin-sekin etap gapirishib ketyotgandik. Qizlar pul kerak emasmi? Nega unaqa jim o'tiribsizlar? Ishlasizlar, ketadi, bo'ldi, shu bilan esdan chiqarib, yana pulsiz, yana ishsiz, yana kerak bo'lsa, orzu xohish maqsadingizga erishmagan, passivniy bo'lib o'tiraverasizlar-da. Bunaqada bo'lmaydi. Men sizlar uchun har kun ertaga kechga chiqib qolmayman. Misol ertaga chiqib qolmasligim mumkin, chiqib siz bilan chat qila olmasligim mumkin. Lekin siz hozir mana shu aktiv bo'lib, o'shani yozib, chizib, savol-javob qilganingizda sizda natija bo'ladi, energoobmen bo'ladi. Sizda konkretno sizga qanaqadir o'sha aytganimdek miyada lampochka yonadi-da, hayotga kirib keladi, siz xohlagan summa. Yo'lingiz ochiladi, imkoniyatlar ko'rinadi, zo'r g'oyangiz yeli keladi. Insonlar sizga qanaqadir turtki bo'lib, bir nimalarda yordam beradi. O'sha uchun bekorga kirmadik. Kech qolgan zapis eshitadi, уже zapis bunaqa energiya, мощный energiya bo'lmaydi. O'sha uchun energiya obmeni uchun aktivroq bo'linglar, o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilasiz. Demak, maqsad iloji bo'lsa yozishimiz kerak. Bilasiz, yozganda mo'shni ishlaydi har taraflama. To'g'rimi? Bu yangilik emas. Ko'zingiz bilan ko'rasiz, qo'lingiz bilan yozasiz, uni qayta takrorlaysiz. To'g'ri yozdimmi, noto'g'ri yozdimmi, uni o'qiganingiz уже boshqacha yana his keladi. Albatta, o'sha yozayotganda, misol uchun hoziroq o'sha minnatdorchilik hissi bilan yozyapman. Har doim minnatdorchilik bir pog'ona yuqorida turadi. Allohga hamdlar aytgan holatda hozir ishonib, miyangiz shu harakatlanayotganini, boshlanganini, siz yo'ldaligingizni, ya'ni hozir shu yerda shu anda aniq maqsadlar bilan, minnatdorchilik his bilan, man xudo xolasa o'sha misol uchun mashina olmoqchimiz, uy-joy olmoqchimisiz, sayohatga chiqmoqchimiz, sog'lig'ingizni tiklamoqchimisiz, nima bo'lishidan qat'iy nazar maqsad aniq bo'lishi kerak va albatta o'sha his bilan siz sog'ayotganingizni, taningiz borgan sari sog'lom, bardam, baquvvat energiya ichini har kuni tetik bo'layotganingizni, o'sha sochi bad ichasizmi, siz yana kuchli, quvvatli, nurli bo'lib his qilib, hissiyot birinchi o'rinda-da. O'shuning uchun albatta hamma narsani qonun qoidasi bilan qilsangiz zo'r. Misol uchun millioner ayol bo'lish xohlasangiz, albatta buni ham qonun qoidasi bor. O'shuning uchun ular millionerlar nima uchun borgan sari boy bo'lib ketadi? Ular mas'uliyat, burch, javobgarligi to'liq bo'yniga oladi. O'sha misol uchun davlatidami, misol uchun oilasidami, qanaqadir taqdir aybdor demaydi-da, eslab qolinglar. Hamma narsa mani o'zi qo'limda deydi. Hayoti ham, boshqarish ham, uni yakson qilish, uni yaratish ham, pullarni ko'paytirish ham, sayohat chiqish ham, nima ish bo'lsa ham bu mani qo'limda deb mas'uliyat burchi o'ziga oladi. O'sha o'ziga ishongan, harakat qilayotgan millioner, milliarderlar qatoridagi insonlar, shaxslar. O'sha uchun ular ko'p pul emasda, pul ularga xizmat qilmaydi. То есть ular pul uchun o'lab qutulib yurishmaydi. Pul ularga xizmatkor bo'ladi. Pul bitta vosita, pul o'sha maqsad uchun keladigan vosita bo'ladiki, o'sha yopishib olishmaydi. Maqsad pul topish emas, pul bularga xizmat qilish bo'ladi. Ko'ryapsiz-a? Anaqani yondoshishi. O'shuning uchun o'sha vaqtini ham sotmaydi-da, ular yaratadi, qonunlashtirib, millioner, milliarderlar qonuni shunaqaki, qadamma-qadam rejalashtirib, tizimlashtirib, vaqtini, umrini bekor o'tkazmaydi-da, internet uni buni ko'rib, naоборот, hozir oldinda aytganimdek 24 soat emas, qisqarib qancha deyishyapti, 16mi, 18mi, qancha 13 soatga ham kelib qoldi. Shunaqa darajada odam ulgurib qolish kerak, qizlar. Faqat ishlashmasda, o'sha millioner, milliarderlarning anaqasi, qonun qoidasi daromad keltiradigan yo'nalishlarni ko'radi. O'sha paytdagi holatlarni, ideyalar kelyaptimi, o'sha mexanizmini bo'lsa rejalashtirib ishlab chiqadiki, o'sha olmaydi ham, qarz beradimi, naоборот, ular aktiv bo'lishadi. Aktivlarni yarataveradi, pul keltirish kerak bo'lgan yo'llarni topadi. Hammaga beradi Alloh. O'shuning uchun siz o'ylashingiz
o'tirishingiz kerak. Man kimman, man nimani xohlayman, qo'lingizdan nima keladi, yarating. Pul, rizq, to'kin, sochlik, farovonlik, serobgarlikni yaratish o'z qo'limizda. O'shuning uchun siz harakat qilasiz barakali qilib berish inshaalloh Allohdan. Albatta to'xtab qolsangiz, уже bo'ldi, yana pastga tushib ketasiz, yana pulsiz boshqasi. Albatta o'sha millioner, milliarderlar yana qonun qoidalari ular ko'proq o'qiydi. Eslab qoling, ilm olmas ekan, ilm darajasini ko'paytirmas ekan, kitob olib, audiodan video deb, ya'ni miya asosiy aktiv hisoblanadi, rivojlantiradi. Rivojlanmas ekan 1-2 bo'lmaydi, 2si 5, 5i 25 va hokazo, ya'ni topgan daromadini 2x ga, 3x ga, 10x ga va hokazolarga ko'paytirish uchun ilm bo'lishi kerak, eslab qolinglar. O'shuning uchun tez qaror qabul qiladi millioner, milliarder o'ziga ishonganlarki, bunda qo'rquv yoki kambag'allik уже o'ylashga vaqt bo'lmaydi. Bu refleks. O'ylaysizmi, avtomatik ishlab ketaveradi. Yo'q, man qildim, qo'lingizni musht qilasiz, man eplay olaman, man uddalam, все, mana shu g'oya bilan ketaman, o'xshasani, o'xshamasanini Allohga tavakkal qilaman, sababini qilaman, ishonaman, yo'lim ochiladi. Zato sizda qizda tajriba bo'ladi. Zato siz boshladingiz, hech narsa qilmasdan o'tirgandan ko'ra, to'g'rimi? O'shuning uchun qo'rquv, vahima bu faqatgina sizni pastga tortadi. Undan ko'ra shart qilib ketgan yaxshiroq. Bismillah deb. O'shuning uchun kerak bo'lsa o'zi qilayotgan ishini ham millioner, milliarder insonlar atrof muhitini ham, pulni ham kerak bo'lsa hurmat qiladi. Pulni Xudo o'rniga emas, yo'q. Pul va Alloh, Robbimiz, yaratuvchimiz oldida ikkalamizni, man va pul, misol uchun nima desam ekan? Alloh va men o'rtamda xuddi shunaqa sizda ham pul nima desam ekan, turib qolish kerak emas. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz va Alloh bo'ldi. Pul faqat vositachi. Biza pulni yuqoriga ko'tarib qo'yamiz, kerak bo'lsa pulni o'zi mumkin emas. Pul yomon emas, pul bu energiya. Shunchaki hurmat qilamiz, vositachi sifatida maqsadimiz uchun keladi. Siz yana harakat qilasiz, albatta hammasi zo'r bo'ladi. O'shuning uchun bu zo'r. Xo'p, savollar bormi? Beringlar, давайте savolinglar bo'lsa. Shu yerda savolinglar bo'lsa beringlar, давайте qisqa lo'nda maqsad, pul va hokazolar haqida gapira oldim degan umiddaman. Misol uchun, xayolan tasavvur qilinglar, давайте chuqur nafas olib, nafas olinglar, xayolan tasavvur qilinglar xohlasanglar yozinglar. Ya'ni qog'ozga ismingizni yozing. Misol uchun men Muqaddasxon, Gulnoraxon, Lolaxon, Xurshidaxon, Rojaxon va hokazolar. Misol uchun ismingizni yozing. Men Muqaddasxon, ongimiz darajasi yuqori bo'lishi kerak. Misol uchun hozir 3 da emas, 5 da ong, to'g'rimi? Misol uchun yozsangiz bo'ladi. Men Muqaddasxon 5 da ongim darajasida farovon, to'kin, sochil, izobilniy hayotni qabul qilaman. Qabul qilsangiz, qizlar, eslab qolinglar, siz bu dunyoda hamma narsani qabul qilasiz. Tan olganingizdan keyin hayotingiz o'zgaradi. O'sha hozircha ozgina qo'lingiz kaltalik qilyaptimi? Ozgina pulingiz yo'qmi? Uni ham qabul qiling. Nolib, ming'ir-sing'ir yo'q, o'xshamaydi, eslab qolinglar. O'shuning uchun asosiy maqsad siz yozasiz, siz yaratasiz, sababini keltirasiz. Nega va nima uchun? Sabab bo'lish kerak. Albatta, hamma narsani sababini qilamiz birinchi o'rinda. Psixologik agar yondashadigan bo'lsak, siz har taraf bilan birinchi o'rinda asosiy maqsad va albatta bitta emas, ikkita emas, 3 ta sababni keltiring va unda hissiyotingizni qo'shing. Har doim aytaman, hissiyot. Nima his qilyapsiz, Misol uchun o'sha farovonlik kelganda, to'ki sochlik hayot kirib kelganda, bu hamma narsa bo'lishi mumkin, Misol uchun siz qachondan biri zo'r, uyingizga nimadir olmoqchisiz, yo uyingizga cho'tki kiyim kechak olmoqchisiz, yoki sayohatga chiqmoqchisiz, yoki nimanidir rivojlantirmoqchisiz, yoki sog'lom, bardam, vaqt energichnik, yoki to'y qilmoqchisiz. Nima bo'lgan taqdirda ham asosiy maqsadingiz yozasiz. O'sha sabablarni keltirasiz. Nega? Nima uchun? Va albatta uga erishayotganingizda his, qanaqa his? His muhim. Qanaqa o'zingizni his qilasiz? Va albatta o'ta hammasi ayollar qo'lingizni ikkita ko'krak ustiga qo'yasizda, men tayyorman. Men Muqaddasxon tayyorman.
man o'zimga ruxsat beraman, man qabul qilaman. Millionerlik albatta sizga inshaalloh beradi. Qachonki siz ochiqman, loyiqman, tayyorman. Mana maqsadim mana shu, mani hislarim mana shu. Misol uchun konsultatsiya olmoqchiman, hayotimni o'zgartirmoqchiman, sog'lom bo'lmoqchiman, tetik bo'lmoqchiman, mazza qilib zo'r hayot kechirmoqchiman, ya'ni и так далее. Hammasini qilasiz, his qilasiz, o'sha hissiyotlaringizga yarasha kerak. His qilib uni xayolan yashab o'tmas ekansiz, hissiz kelmaydi. Erkin, ozod bo'lmoqchimiz, o'zingizga ishonchingiz oshmoqchimi, o'sha qadamma-qadam hammasini tizimli qilib yaratmoqchimisiz, garmoniya, balans uyg'un holatga kelib, qalb xotirjamligida maza qilmoqchimisiz, huzur halovat yashashga hech narsa yetmaydi, to'g'rimi? Albatta o'sha farovonlikda, to'kin sochin hayotda, o'sha stabilni siz aytgan misol uchun qilayotgan ishingizda, daromadingizga qarab, qilayotgan endi yo'nalishingiz o'zingiz bilasiz-ku, har kuni misol uchun 100 ming keladimi, 100 dollar keladimi va hokazolarni yaratib, qayta takrorlab yurasiz. O'shanda siz xohlagan maqsadingizni to'g'ri yozganingizda, o'sha yaxshi emas, negativ ssenariylar shu paytgacha yashab o'tdingizsa, misol uchun g'azab, alam, nafrat, xafagarchilik ota-onanikimi, ernikimi, palonnikimi, pistonnikimi, yo'q, negativ emas. Shunchaki yaxshi ongda, yaxshiliklarda man yana nimani xohlayman, man bunga loyiqmanmi yo'qmi, his qo'shib, energiya berib, harakat qilganingizda nima uchun boy bo'lib ketyapti? Ularda unaqa gap yo'q. Pul qiyin keladi, boylar yomon, man yomon ayolman, hayotim og'ir, nolish yo'q ular. Boylarni bitta sekretini aytaman, boylar nima uchun borgan sari boy bo'lib ketyapti? Ular juda ham ko'p ilm oladi, o'z ustida ishlaydi, o'zini spesial, o'zini oilaviy psixologi bo'ladi, ularni o'zini advokati bo'ladi. Nima uchun? Ular pul tikadi. Ular shu ilm, bilim orqali ular bilan maslahatlashib, har taraflama ruhiy va umuman jamiyatdagi o'rnini bilib oladi. O'shuning uchun ilm birinchi o'rindami? Hozirgi holatingiz yaxshi emasmisiz? Hozir hatsa mana shu to'g'ri yo'lni ko'rib, to'g'ri maqsadlar qo'yib, bilimingiz darajasini oshirib, hatsa mana shu aytayotgan konsultatsiyani olib, to'g'ri yo'nalish oling, bo'ldi. Qolgani o'zidan o'zi bo'lib ketadi. Shunaqa osonlik bilanki, chunki siz bismillah deb boshladingiz, to'g'ri yo'l qo'yyapsiz, o'sha yo'lingiz aniq, rejalashtirgansiz. Hayotingiz o'zgaradi. Negativda emas, o'sha aytgandek, pul qayerdan keladi, katta puldan qo'rqaman, menga mumkin emas, o'ziga ishonchingiz yo'qdek, orzu xohish maqsadlaringiz yo'qdek, qanaqa boylik, qanaqa millionerlik haqida gapirish mumkin yana? Menga aytinglar, qachon kelgan pul gapiraveradi-da, bu aqlni o'chiramiz-da, shunchaki qalbimizga quloq solib, bismillah deb hayotingizni o'zgartirish o'zimizni qo'limizda. Shuning uchun ayolmisiz? Har doim aytaman, oilada bitta ayol o'zgarsa, har taraflama karmani yechib, o'zingiz ishlab, shaxsiy ruhiy rivoj yo'lida, mana hozir tем более hozir shunaqa dedim, 100 dollarga asl narxi konsultatsiya, diagnostika, shaxsiy kod, pul kodini beryapman, o'sha yerda o'zi ishlayapmiz, har taraflamada, misol uchun 5 ta sferada, 6 ta sferada pul, anaqa shaxsiyat, ruhiyat, pul, munosabatlar, sog'liqda, missiya, har taraflama ishlayapmiz-da. O'shani o'zida ochilsangiz bu zo'r-ku, o'ylab ko'ring. O'shuning uchun albatta hamma narsa bizani o'zimizga bog'liq. Kecha qo'rquv bilan ishlab, qo'rquvni vahimada yashagandan ko'ra uni qabul qiling, tamom. O'zidan o'zi chiqib ketadi u. Shunchaki qabul qilish kerak hayotingizda. Xo'p, nima savolinglar bor? Davaychi. Bormi savolingiz? 37 minutdan beri to'xtamay gapirayotgan ekanman, mashalloh. Foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, lichkalarimni qaramayman. Tak, qani nimalar yozibsiz? Kerak opajon, assalomu alaykum. Pullar qanday qilib ko'p topsak bo'ladi? Hozir Lolaxon nima dedimman? Maqsadim to'y qilish, ish topish, o'zim yoqqan ilm olish, sayohatga chiqish. Lolaxon, siz mana missiya bilan anaqa qilaman, oling shuni. Nima qiladi? Individual olib, mana hamma qatori olsangiz. Tak, bu yil maqsadim shu kun farzandlarim repetitorlarga berib ularni yaxshi o'qitish, onajonim hajga jo'natish. Birga boring oyijoningiz bilan, ularni chiroyli remont qilish, oilam bilan sayohatga chiqish. Birga boring.
Pul bloklarini qanday yechsak bo'ladi? Masalan, sizni kurslaringizga qatnashmoqchi, lekin mablag'im yo'q. Mablag'im yo'q desangiz, shu programmani o'rnashtirasiz. Alloh beradi. Ey Alloh, mana shu misol uchun hozir asli narxi $100 konsultatsiya, seans, hamma narsa qilyapman, kodlarni berib, aksiyalarni sir asrorlarga beryapman. Men olaman. Mana shu misol uchun ko'pchilikda yo'q bo'lsa, Alloh berdi, g'oyibdan berdi, sekin-sekin ochilishyapti. To'satdan shuncha misol uchun 20, 30, 40, 50 yoshmisiz, shu paytgacha yaxshi emas, karma deyishadingiz, bir kunda bir soatni hech kim eslab qo'yib o'zgartirib bermaydi. Faqat siz misol uchun mana bilan gapirishib, boshqa mutaxassis bilan gaplashishingizni mas'uliyat bo'yningizga olib, bo'ldi, man qilaman, bo'ldi. Siz man eplayman, uddalayman, o'xshaydiman deb demas ekansiz, pul yo'q o'tiraverasiz, mablag'im yo'q. Bo'ldi, ketdi borliqqa. Lolada umuman mablag' yo'q, berilmaydi, tamom. Eslab qoling. Yana bilim olish, sog'lom bo'lib yurish, mashalloh, xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Man ham mablag' yo'q. Ketdi, bo'ldi, manda mablag' yo'q. Yashang. Mazza dars bo'ladi opajonimda. Xo'p, mablag' yo'q dedingizmi, bo'ldi, ketdi borliqda katta qilib palonchi mablag' yo'q, berilmaydi qizlar. Allohdan so'rang.